pensiyalar uchun kreditlarimiz yo'q, lekin mana bizani doimiy o'sha bizdan kredit foydalanib kelayotgan mijozlarimiz bo'lsin, ularga ularga ommabop, ularga tushunmagan kreditlarimiz bor, ishsizlik fuqarolarga 17 milliongacha naqd shaklda beriladi. O'zini band qiladi. O'zini band qiladi. 17 milliongacha beriladi. Keyin mana valyutli kreditlarimiz chiqdi, yuridik mijozlar uchun. Yuridik mijozlar agar bo'lsa, korxona tashkilotlaringiz bo'lsa, misol uchun bemalol valyutli kreditlarni ham olish mumkin. 12% 3 yilga beriladi. Maqsadsiz kelib, shu bank o'zidan xohlasangiz chek bilan rasm qilib, narx tekshirishingiz mumkin. Qanchagacha? 250 ming dollargacha. Yuridik korxona yoki tadbirkorlik yoki tezlar uchun 300 ming dollargacha. Albatta likvidlik, zalog, garov, ta'minot bilan ta'minlanishi. Noturar ishlaydi? Noturar transportlarga texnika shunaqa narsalar. Misol uchun hozir men hisob-kitob qilib aytadigan bo'lsam, shu 300 ming dollarga o'rtacha 497 dollar to'laysiz. Keyin 1000 dollar bo'lsa 13 million chiqadi. 400 ming dollar. 10 ming dollar bo'lsa 300 dollar. Ular summaviy shaklda oladigan o'sha bunday kredit tartiblarini summavidan o'ziga baland chiqadi. 25% so'raydigan bo'lsa, shunday kuchlar beradigan bo'lsa, qaror 20 million to'laysiz. Bundan tashqari maqsadni so'raydi. Maqsad. Aniq maqsad yo'nalib so'ragan bo'lishi kerak. Keyin sizni оборотный so'raydi. Shu оборотdan ketsa bo'lsa, o'shancha summa berish kerak. Keyin faktura so'raydi. Keyin monitoring qiladi. Bu tekshiradi, nima bo'lishini qo'yadi. Bunda esa faqat залогini qo'yib, yaxshi ishlatsangiz, to'layapsiz.